Navbatdagi savol. Ukol olsa tahorat buziladimi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Ukol olsa tahorat buziladimi deganda, ukoldan keyin qon chiqadi. O'zi asli tahoratda sinishi chiqishdan sinadi deyiladi, kirishdan emas. Endi ukol olsa ichkariga narsa kiradi. Bu ro'zani buzadimi yo'qmi degan savol bo'lishi mumkin bundan, kirishdan. Lekin tahoratda buzilishi qon chiqishdan tahorat sinadi. O'sha ignani o'rnidan qon chiqadi. O'sha qon chiqib agar toza joyga oqsa Hanafiy mazhab bo'yicha tahorat sinadi. Va boshqa mazhablarda sinmaydi u. Ya'ni qon chiqqanini tahoratni sindirmaydi deyiladi. Hanafiy mazhabda sindiradi. Agar sizda so'rovchini mazhabi Hanafiy mazhab bo'lsa, qon chiqsa tahorat sinadi deydigan bo'lsa, ukol qilingandan keyin qon chiqib oqadigan bo'lsa tahorat sinadi. U qon chiqqan ukol qilinganligi uchun emas, qon chiqqani uchun sinadi. Agar oqsa, agar qon oqmasa, bir xil ukollarda qon oqmaydi ham, shunday kirib chiqadi, igna juda yumshoq bu, ingichka bu o'tkir bo'lsa, ingichka bo'lsa, shuni ukol qiladi, chiqib joyida qotib qoladi, oqmaydi. Unda tahorat sinmaydi. Allohu a'lam.